Endilikli şeyimiz hürmetli vatandaşım mavzumunda Amerika siyasi yolları. Amerika Jungo, Amerika münasebeti üçün Tayvan'ı kurban kılıp etmeydi. Dedi mavzulu haber 10. ayının 24. gün ve torbeti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatlarının sabık yardımcı devlet işler katibi nöbette Asya Tədqiqat İnstitutu'da törüşlük diplomat ve nüfuzluk tədqiqatçı Daniel Russell 24. gün nutuk sözlep Tayvan Amerika münasebeti xoddi dengizge taşlangan yakorga okşaş müstehkem dep görsetdi. Hem şikayetinden keyin ötküzüldüğün Prezident Trump bilen Xi Jinping söhbetide Amerika herkes Tayvan'ı kurban kılış bedeliğe Jungo'dan menfaatke erişmeydi. Şundakla taşkırdı tarqılıp yürügenge Amerika herkes bu qatem Jungo bilen 4. taşkırdı tarqılıp yürügendek Amerika herkes bu qatem Jungo bilen 4. parça axbarat e'lon qilmaydi. Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping söhbetiga oz vaqt qoldi. Daniel Russell 24. günü Siyasat Üniversitesi'de Tayvan, Amerika ve dünya doğrusunda məxsus nutuk sözlep Amerika'nın menfaati üçün, Amerika-Jungo münasebeti üçün herkes Tayvan'ı kurban kılıp etmeydi dedi. Lekin o yana mundaq görsetdi. Jungo Tayvan işki qirg'oq münasebeti tinch yo'l bilan hal bo'lishi kerak. Amerika hargizmi Tayvan bilan Beijing o'rtasida kelishtirguchining rolini o'ynamaydi. Sobiq amaldor Russell Daniel mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Tayvan o'rtasida o'rtaq manfaat bor. O'rtaq qimmat qarashlari bor. Tüzümle bir-biriga tutuşudu. Fuqarolarimiz bardı keldi qilishidi. Bularning hammasi dengizga tashlangan yakorga o'xshash mustahkam. Biz herkes Tayvanni qurban qilib, Amerika-Jungo munosabatining yaxshilanishini qo'lga keltirmaymiz. Mundaq ko'rsatdi. Jungo 5 yildan beri Reis Xi Jinpingning rahbarligida ko'rinarli özgürlük hasıl kıldı. Jungo Rayın dairesi de yarışar işlerde faal rol oynawatıdı. Tayvan münasebetleri kanunu ve 3 parça ahbarat asasında Amerika'nın Tayvan siyaseti özgermeydi. Russell mundaq ko'rsatdi. Tayvan Jungo'nun meselesini tinch yolu bilen hal qilish bu Amerika'nın izchil meydanıdır. Hal qilish chorasini ikki taraf fuqarolari qabul qilish kerak. Şuna Amerika Tayvanning hozirgi holatini bir taraflama o'zgartirishga qarshi keldi. Albatta biz Tayvan Jungo munosabatining yaxshilanishini umid qilamiz. Lekin hal qilishning sur'ati va kategoriyasini Tayvan yoki Jungo xalqlari qabul qilishi kerak. Biroq Russell ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Amerika Tayvan bilan Beijing o'rtasida kelishtirguchi bo'lmaydi. Amerika Beijing bilan Tayvan o'rtasida kelishtirguchi bo'lmaydi. Biz albatta do'stimiz tarafda turamiz. Prinsipda chang turamiz. Tayvan Jungo ixtiloflarini hal qilish Tayvan Jungo xalqlarida yetarli sabr taqat bo'lishi lozim. İcabi evrişim hem önemli alakada bo'lishi lozim. Yig'in qatnashgan bir o'quvchi savol qo'ydi. Yig'in qatnashgan bir o'quvchi savol qo'ydi. Kelar ayda o'tkazilgan Xi Jinping va Prezident Trump suhbati 4. parça axbarat imzalandı deb savol qo'ydi. Russell mundaq javob berdi. Yo'q. Russell men ko'rsatsam Tayvan Beijingning besimi ostida
xalqaro makonda o'zliksiz tariyishga boshladi. Tayvan Amerika va xalqaro jamiyat davomli qarshi turishlar. Lekin Tayvanning yana ko'plagan tanlashlari bor. Xalqaro bir taraf shuki, avrishimlik ijodilar. Endi bu siz qanday vaqtda bo'lyapti sizga ma'lumot andishim 11-oyning 3-kundan 8-kunigacha Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp apandi albatta Jungoni ziyorat qildi, Osiyoni ziyorat qildi va Jungoga ziyorat qildi. Dal shundaq paytda hozir sirtqi olamda, masalan, Torbetda u yerda eliqi o'zicha ko'ranglayotgan ko'rang Xitoylar. Masalan, Jungoning atalmış kuchunda suyunayotgan ko'rang Xitoylar o'tirg'i chiqdi nima deydi? Endi avval shu axborot e'lon qilinganda navbat keldi. Bu qatim Rais Xi Jinping bilan prezident Tramp o'rtasida 4-parcha Tayvan to'g'risida 4-parcha axborot e'lon qilindi. Deb shu tatlı xiyolni surganda endi siyosiyon Daniel Russell o'tirg'i chiqib, bu kishi sobiq prezident Obama davrida Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi bo'lgan kishi, sobiq yordamchi davlat ishlar kotibi o'tirg'i chiqib, bizning hozir Tayvan bilan Amerikaning o'tirishga munosabatning nima ekanligini tunishdi. Endi bu yer ishdan qiziqishi ekanki, men o'ylaymanki, bu 3 parcha axborotni ayni chog'da Jungo Xalq Jamhuriyatining xalq vakillar qurultayi tasdiqlab qonunga aylantirgan emas efendim. Shundaqla men o'ylaymanki, bu atalmış 25 yil 30 yildan beri takrorlab kelayotgan Amerika Jungo o'tirisidagi 3 parcha axborotni yoki Amerika Davlat Majlisi tasdiqlab qonunga aylantirgan emas efendim. Bu bir davrning, bir siyosiy so'rinning, bir siyosiy davrning, bir siyosiy zamonning ehtiyoji tufayli o'tirg'i chiqqan axborot. Uni qachon xolisi bekor qilg'ili, ya'ni qachon xolisa, ya'ni shunda axborot e'lon qilib olg'ili bo'ladi. Lekin ko'rang Xitoylar buni dastak qilib olib, bizning o'rtamizda axborot bor. Shunga Tayvan masalasini Amerika hech nima qilolmaydi. U bu deb yurganda, dal shunday gap chiqqanda, hozir Daniel Russell dal shunga javoban yo'q orqadagi so'z debdi.